Nima bu? Mana qaranglar, вообще zo'rligini. Sizlar ham bitta zakaz qilib yeb ko'ringlar, вообще mazalari og'zingizda qoladi mana. Sochligini biskvit, orasi chilish krem, imamukdef xamir fistashka pastasi, ustida dobri shokoladlari olib qaranglar, sochli bo'lib turishini. Mana qaranglar, вообще. Bu hozir choritasi уже sotildi. Mana kattagina-da, dobrigina bo'ladi. Yarimta, yana chorita bor. Xolisini yana chorita qilib bo'ldirsang ham bo'ladi. Mana qaranglar, вообще zo'r bo'lib chiqadi mana. Shokoladlarni o'qib turishini qaranglar. Sveji, nalichi chiqdi. Bemalol zakaz qiling. Bu dubayskiy tortimiz. Вообще mazasi zo'r. Aytgancha choritani bunday o'rtasidan ham bo'lib sotamiz. Ya'ni choritasi kichkina varianti. Bemalol undan ham 3 ta do'mbora kosok chiqadi. Kichikroq qilib kessanglar, undan ham ko'proq chiqishi